Peterda yana bir günümüz başlandı. Azam bilen saat 1'de tursak, ballarımız oyunu bork etib bo'lgan ekan. Ayı yuring aylantirib keling, bizani dadam ko'chada kutib turibdi dedilar. Yaxshi odamdan giyinib chiqdim. Chiqsam o'sha dadasi kutib o'tiribdi ekan bizani mashinada. Mashinaning oldidan o'tirdimdan hazzatib qo'shiq eshitib borayotir edim. Og'am telefon urdi. Og'am bilan bular gaplashib bo'lincha qizlarning arkasına qarasam, mashinning arkasında qizlar o'sha uxuni berib yotibdi. Bugun Rio'ga borishimiz kerak edi. Rio'ning ichine girdik. Торговый sentrning ichidan apkamni qidirdik, chunki bugun uchrashuvimiz bor edi. Apkamni topdik. Detskiy mirning içinde apkam Muhammad Ali'ni giyintirib turibdi ekan. U giyintirib bo'laman deyincha biza kofe alışa harakat etdik. Bizning kofe bilan bubble tea olamiz dedik, oldik va bular bilan uchrashdik. Keyin Semdoga girdik. Semdoga yurtdan shunday strashniy narsa ko'rdik. Endi bolalar ham qichqirdi, bizlar ham qichqirdik. Ish qilib hamma energiyalarimizni sho'ra chiqardikdan ovqatlanishga girdik. O'zlarimiz yaxshi ko'radigan restoran bor edi, shurda o'zlarimizga yoqadan hamma narsani zakaz etdik. Bolalar rasm chizdi, chiqdik. Chiqqanimizdan keyin ko'chani havosi shunday zo'r bo'lib turibdi ekan. Ha, aytgancha bir kadr orqaga qaytaman, bular rasmga tushganini aytmoqman sizlarga. Rasmga tushib bo'lganlaridan keyin Apkamlan kafesine girdik. Apkamlan kafesinde Azamatjon живой qo'shiq aytib yotibdi. Хорошо dedikda apkam shuni kutmadidan o'sha bizlarga shashlik zakaz etibdi. Set shashlikini yeb, mozzi shashlikka aytib o'ting sizlarga, powerni qo'li shunday mazali yeb yana qaytdi. Aylanishmadan keyin birinchi biradan savol Azamatni bugungi kunlaringizni ichib bo'ldi deyishi. Bugungi kunlarimiz a'lo darajada ishlab o'tdi. Пока.